Namoz o'qimay ketgan odam likulli shay'in miftahun va miftahul jannati as-solat dedilar. Har narsaning kaliti bor. Jannatning kaliti namoz dedilar. Jannatning eshigini tagiga borib, eshikni oching desiz, kalitingiz qani? Kalitingiz yo'q. Benamoz bo'lib borgansiz. Yer yuzi to'planib janozangizni o'qisin. Yuzlab qo'ylarni so'yib xayri ehson, xatmi Qur'onlar qilib tashlang. Kalitsiz bor desiz, eshik beqqana qilasiz. Cho'rni xoti yo'q u jannat. Uni posbonlari Allohning posbonlari ular. Berib qo'ysangiz hech kim yo'qmi deb turib ochib beradigan emas ular. Allohning posbonlari ular. Namozi yo'q, odam hujjati yo'q. Musulmonchilikka hujjati yo'q. Men musulmonman deb o'ylamasin. Uni orqasidan duo pata qilib masxaravozlik qilinmasin. Masxaravozlik u, dinni xorlash u. Namoz yo'q odamga Qur'on o'qigan odam gunohkor bo'ladi.